Ko'ryapsizlar, optim. To'y qilayotgan, yangi uyga ko'chgan, hamma tanishlaringizga jo'nating. Duoni tegida qolasizlar. Men ham duo umidida mana shu videoni olyapman xalq uchun. Bu optim do'konini qilgan okalar ham xalq foydasi uchun qilishgan. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Joyi kattaligini ko'ryapsizmi? Bu o'zi optim magazin. Hammasi importning, beloruskiy mamlaqa ohanjamali doda mebellar. To'y qilayotgan odamga bir sinam pul yoki yangi uy olgan odamga o'shalarni o'ylagan holatda optim do'konni o'sha narxda xalqqa ochib qo'yishyapti. Endi beloruskiy mebel bo'lsa, qimmat bo'lsa kerak demang aka. Arzon emas, lekin cho'nchak bor. Asosan bu yerda spalnilar tayyor mana. $1000 boshlanar ekan, 2,5-3 gacha ekan xullas. Mana spalnini chiroyliligini qarang aka. O'zimizdaniki bilan Belorusiyanikini nima farqi bor? Siz aka hamma narsasida farqi bor ekan. Mexanizmida farqi bor, materialida farqi bor, ishlatilgan kraskalardan tortib hamma narsasida farqi bo'ladi po-любому. Beloruskiy mebelda bekorga ketmaydi. Okay, mana masalan, mashi shohona ko'rinayotgan sizga mebel, haqiqatda o'zi ko'rinishi ham shohona ekan. Beloruskiy mebel, men maqtamayman uni. Ko'rsanglar hozir o'tmagan narsasini maqtayapti deb o'ylashadi. Optim magazindan kelib, roznичный olishingiz mumkinligi to'g'risida aytayapman. Mana mashina narxi $2450 ekan. Buni komplektatsiyasida mana bitta kamoti ham bor, mana oynasi ham turibdi. Eng super hit prodaja mana mashiga, yangi model 25 kelganda otdi. Mana ranglarini qarang, chiroyliligini. Subhanalloh. 6 teshikli deylar ekanda, ko'ryapsizmi? 2300 ekan. $1000ligini ham oz ko'rsataman sizga. Mana o'sha komplektatsiya, spalniy gardisi bor, oynasi bor, ikkita tumbasi bor, 4 tali shkafi, kravati $1000 ekan. Matrassiz olsangiz bo'ladi. Aka, o'zingiz showroomga keling, ko'ring, Nazarbayda joylashgan. Har bittasini ushab ko'rasizmi, yotib ko'rasizmi? Farqi yo'q. Muhimi sizning ishingiz bitishi. Kelganingizda, mebel olayotganingizda, meni otimni aytib, olib bo'lganingizdan keyin men duo qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu xo'jayinlari sholg'on bolalar emas, absolyutni gapiga javob beradigan. Men taniyman shaxsan o'zim. Sklad ko'ryapsizlar, ana undan bundan olib qo'yib qo'yishmagan, shuncha mebel turibdi. Undan tashqari, agar mamlaqa yog'ochli, palon pulli, beloruskiy mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bularning Xadrada ham do'koni bor aka. Ana palonchikalar $20,000, $30,000, $40,000 spalnilar ham bor o'tdi.